Tradingda sirli strategiya yo'q. O'ylab ko'ring, bozorda o'nlab strategiyalar bor, lekin kimga qaramay minusdaman deydi yoki kerak biz katta fondlarni ham qaragan bo'lsangiz, yillik foyda juda ham kam bo'ladi yoki ko'p aksariyat minusda turgan bo'ladi. Agar bozorda sirli umumiyatli strategiya bo'lganda, hamma shundan foydalansa va hamma foyda qilsa, bu logikaga to'g'ri keladimi? Yo'q. Endi men sizga realni ochiqchasiga aytaman. Bozordagi siz ko'rayotgan strategiyalar 50 yillik holatda, ya'ni 10 tazilkizdan 5 tasi yoki 7 tasi ishlab berishi mumkin. Hech qachon 100% ishlaydigani yo'q. Omadingiz kelib 10 taksingizdan 10 tasi uchib bersa, ya'ni yaxshi foydada olsangiz, bu siz uchun zo'r. Va bu narsani ham qilishingiz mumkin, что 3-4 martalab qilishingiz mumkin. Hech qachon yillab bu narsa ishlab bermaydi. Siz bo'lsa tradingga yangi kirib, o'ylab o'tiribsiz, men kiramanda tas foyda olaman, chiqib ketaman. Xo'p, bu video oxirigacha sig'mas ekan, profilimga o'tasiz va eng oxirgi qo'yilgan relsni ko'rasiz. To'g'risi, mana shu temani oxirini tushuntirib beraman.